Stakanlarimiz ham ko'p sinadi. Shuning uchun hozir har xil razmerda, har xil ko'rinishdagi stakanlarni ketma-ket joylab chiqdim. Men bu setkani ham nimaga ishlatishni bilmay oxiri mana shu yerda joyini topdi. Nimaligini bilmadim, lekin stakanlarimiz uchun zo'r organizer bo'ldi. Hozir joylayotgan yashil idishim shunaqa zo'r narsa ekan. Zelenlarni salatga solishdan oldin suvga bo'ktirib qo'yamiz-ku. Suvdan olganingizdan keyin 2 minut aylantirsanglar shunaqa zo'r quritib berar ekan. Mehmonlarga ishlatadigan fujarlarimiz boshqacha stilda taxlab Amerika ochaman deb o'yladim. Sig'dira olmadim. Keyin eski holatda taxlab qo'ya qoldim. Novat, makaron, mosh, perlovka, chechevitsa, kakao, kraxmal, saharniy pudra, kunjut, yong'oq, makislarni idishlarini artib joy-joyiga taxlab oldim. Video boshida aytganimdek, bu sushilkani ishlatmaymiz. Shuning uchun bu bolalarning sevimli shkafiga aylangan. Mikser, misrovka, blender, vafelnitsa hamma texnikalarimga boya yasagan spreyimni artib tozalab chiqdim. Endi navbat gazga keldi. Gazni tozalagan sredstvomni videoda ko'rsatish esimdan chiqib qolibdi. Lekin shunaqa zo'r narsa ekan, stalnoy gazlarni shunaqa yaltiratib qo'ydi. Agar kimga qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, rasmini istoriyaga qo'yaman yoki direktligiga tashlab beraman. Gaz reshotkalari ko'p yog' bo'ladi, o'shaning uchun uni azilitda yuvaman. Faqat azilit yaxshilab yog'larni ketkazib toza qilib beradi. Ko'p narsalarni pechkada pishirganim uchun bu gazda duxovkasida hech ham narsa pishirmaganman. Shuning uchun bir sidra changlarni artib oldim, bo'ldi. Mikrovolnovkaga ham yasagan spreyimni sepib, boyiga qora lattada artib oldim. Top-toza bo'lib bir pasta yaltiratib qo'ydi. Pechimni shunaqa orasidagi oynasiga dog' tegan edi. Bilmadim nimani dog'i, lekin dog' edi. O'shaning uchun chetidan yechib, oynalarini olib, hamma oynasini artib boshqatdan joylab chiqdim. O'zi hammasi yangi-ku, artmaganimdan keyin yengidek bo'ldi deb o'zimni xursand qilib qo'ydim. Endi navbat eng qiyin joy dorilar turadigan polkaga keldi. Dorilarimiz shunaqa ko'payib ketganki, hammasini ajratib, surib o'tganlarini tashlab, qolganini joyladim. Oshxonamizda shunaqa kichkina stenkachamiz bor. Unda kitoblar, idishlar, chaqa idishlar hammasi turadi. Ularni ham olib, boshqatdan yuvib, tozalab, hammasini joy-joyiga qo'ydim. Ishim ham ancha oxiriga yetib qoldi. Endi ovqatlanadigan stulimizni yaxshilab artib, tozalab, ustiga klyonkalarni solib, stullarini ko'tarib, stullarni oyoqlaridagi hamma changlarini artib oldim. Stolnitsani ham bo'shatib, ustidagi hamma narsalarni olib, hamma stuldan ustini artib, hamma narsani keyin joy-joyiga qo'yib, gubka soladigan idishlarimizni ham hammasini yuvib, tozalab oldim. Keyin har kuni ishlatadigan choynagimiz esimga tushib qoldi. Uni ham ichiga chayna suvni solib, qaynoq suv solib, kechqurunga olib qo'ydim. Kechasi bilan tursa, ertalab shunda ichidagi choy yuqlari yuvilib toza bo'lib chiqadi. Eski gubkalarimni tashlab, yangisini qo'ydim. Oshxonada ishlatadigan lattalarni hammasini tog'orachaga solib, ustidan boya dimoxodda yuvgan parashogimdan solib, uni ham qaynoq suvda bo'ktirib qo'ydim. Ertalab bitta qaynatib yuborsam bo'ldi. Gilamlarni yaxshilab pilisos qildim. Keyin Sidalux pol artadigan sredstvo pollatdan yuvib, yaxshilab